Hop, hurmatli obunachilar, mana Namangan RMK Dakan bozori. Bu bozor faqat yakshanba kuni bo'ladi. Nech pul aka? 1 million. 1 million. Uyda yana bormi? Bor. Nomer qoldiraylik. 91lik. 91lik 174 174 66 66 00. 00. Gap yo'q. Bu qaysi oy chiqqan? Iyun. Ha, zo'r boqibsiz. Yaxshi katta bu. Bozoringiz bersin. Aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar. Bloger ham ko'payib ketibdi. Aka, xo'roz nech pul aka? Qancha? 1,5 million. Baho bo'ldim? 1 million. 1 million. 5 kilo oshib shekilli? 5 kilo 400. Yaxshi aka, bozoringiz bersin. Bilmayman. Men oldin totdiganimda bir 15 kun oldim, mekan qo'shishimdan oldin 5 kilo 300 edi. Endi o'zi bilmayman o'zi qanchaligini. Nech pul aka bu narxi? Qaysi? Xo'roz? 1 million. Makonichi? Mekan 500 ming. Baho bo'ldimi aka? Yo, o'zi keldi. Juda parlari toza ekan, a? Yaxshi, bozoringiz bersin. Bu nech pul aka bu? $100. 100 dollar. Qaysi oy chiqqan? Yaxshi, yaxshi, bozoringiz bersin. Aka bu nech pul aka? 700 ming kam bu. 700 ming. Tulaga ekan bu. Yaxshi, bozoringiz bersin. Tog'a nech pul bular? Ayşe 1 million kam. 1 million kam bu. Yaxshi, yaxshi, bozoringiz bersin. Sizdanmi aka? Egasi. Bu sizdanmi? Nech pul bu? 1,5 million kam. 1,5 million. Baho bo'ldimi aka? Bo'ldi. Nech pul bo'ldi? 700 ming qilishdi. Gap yo'q, gap. Bozoringiz bersin. O'roz juda chiroyli ekan. 800 ming narx bo'lyapti. 100 dollar nozgina o'tib berar ekan, xolos. Bular nech pul aka? 1 million narxi. 1 million xo'rozga. Ikki 400 ming. Xo'roz qaysi oy chiqqan? Aprel. To'g'ri, o'rtaga. Yaxshi. Bozoringiz ber. Nech pul aka xo'roz? Qancha? 1 million. 1 million. Privoznoyga o'xshar ekan dumlar ham. Bu nech pul makon? 800 ming. 800 ming. Yaxshi, yaxshi. Bozoringiz bersin. Dakanlar nech pul aka? Qanchadir baho bo'lyapti. Savdoni buzmaymiz. Mekya, Dola, Mekya o'ta yo'ldor. Nech puldan aka? Xo'roz? Makonichi? 500 ming. Yaxshi, yaxshi. Bak kunda ekan, kunda. Tunka. Kundan egasi yo'q ekan. Juda chiroyli ekan. Ular yaxshi. Qancha chiqdi? Kataklar chiqdi mana. Hurmatli obunachilar. Nech pul kataklar? 500 ming so'm kam bor bunisini. 500 ming. Nargis-chi? Nargisi. 1 million kam bor. Yaxshi. Bu makon qancha? O, makonlar bizniki emas. Yaxshi, bozoringiz bersin. Nech pul ekan aka bu xo'roz? 1 million. Bu xo'roz nech pul aka? 800 ming. 800 ming. Yaxshi, yaxshi. Makonichi? Makon 300 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Chiroyli makonlar ekan. Bu nech pul aka? 1,5 million. Bu kul nech pul? 1 million. Qaysi oy chiqqanmi? Baho bo'ldimi? 700 ming. Kulli narxi baribir bitta qimmat, ha? Boshqa xo'rozlardan ko'ra. Ber Firdavs.
O, makon pardi, yomon ekan. Nech pul ekan bu? 1,5 million. 1,5 million. Qancha baho bo'ldi? 900 ming baho qilishdi. Juda chiroyli ekan, ha? Ko'z tegmasin. Qaysi oy chiqqan? May oyida chiqdi. Mayis. Ha, yaxshi, bozoringiz bersin. Mana, Vyetnamga o'xshar ekan. Pilotkalarni qarang. Juda chiroyli ekan. Egasi zerikib shekil, xo'rozdan uzoqroq turibdi, bilmadim egasi yo'q. Buni hech pulgan, buni egasi yo'q. Mana pilotka. Pilotkali xo'roz. Dakan juda ko'p akalar. Juda ko'p dakan. Kulmakon. Mana ganoy chiqibdi. Ganoy desam ko'zi qoramas ekan buni. Hech pulga egasi yo'q. Buni ham egasi yo'q. Mana limon. Aka sizdami? Nech pul? 1 million kam bor, yaxshi, bozoringiz bersin. Bular nech pul ekan? Egasi yo'q. Bu nech pul? Bilmayman. She, bu sizdami? Sotilmaydi. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Egasi yo'q. Yo'q, egasi yo'q. Aka, bu nech pul ekan? 600 ming? Yaxshi. Qaysi oyda chiqqan? Yo'q, aka. Mayis. Yaxshi, bozoringiz bersin. Nech pul ekan? 600 ming. 600 ming? Bir tulak ekan. Yaxshi, bozoringiz bersin. Xo'roz nech pul? 600 deyapman. 600 ming. Yaxshi, yaxshi. Bozoringiz bersin, zo'r. Mana xo'rozlar. Xo'rozlar bu nech pul ekan? 600 kam bor. 600 kam. Yaxshi, bozoringiz bersin. Bu nech pul ekan kul? 1 million kam. 1 million. Qancha baho bo'ldi? 400 baho bo'ldi. 400 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Bloger ham ko'payib ketdi. Videoga olayotsangiz-da kelib yana bittasi olib boryapti. Xijolat qildirib odamni. Mana xo'roz juda katta bo'ydor ekan. Nech pul aka? 1 million 200 ming. Makoni qancha? 500 ming. Chiroyli xo'roz ekan, katta ekan. Mana xo'rozni videoga olmoqman. Bu xo'roz nech pul ekan? 1 million. Makoni qancha? 700 ming. Xo'rozdek kelar ekan o'zi ham. Yaxshi, bozoringiz bersin. Ketdik yur. Tez video qilmasam, zerikib qoladi obunachilar. Bular nech puldan ekan? 400 mingdan. Yaxshi, bozoringiz bersin. Bu qoratoy nech pul? 1 million. Yaxshi, bozoringiz bersin. Zo'r. Akalar qanchadan? Ha? Nech puldan? 300 mingdan. 300 mingdan. Xo'rozchi? 800 ming. 800 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Miramirlar. Nech puldan aka? 1 milliondan. 1 milliondan. Xo'rozchi? 500 ming. 500 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Miramir ko'payib qolibdi bozorda. Bu miramirlar nech puldan aka? Berk emas, opa. Yo'q, tuxumni yeb qo'yadi hozir. Mana tayyor kurki ham chiqdi. Xo'roz nech pul aka? Qancha? 600 ming. Makiyonlar nech puldan? 500 ming. Bozoringiz bersin. Bu Vyetnammi bu? Puli qancha? 1 million. Zo'r, yaxshi, bozoringiz bersin. Bu
Bu necha puldan ekan xo'roz? 1 million. Makolla qanchadan? 500 mingdan. Menga shunaqa narsa kerak edi-da. Necha puldan bu tog'a? Majlis 80 ming so'm. Komplekt. Komplekt. Ha, zo'r. Bu necha pul? Bu 15 ming so'm. Bu nimaga bu? Tumshug'ini o'ziga. Ha, tumshug'ini o'ziga. Bu qanot ham bor ekan, tiktirgan. Bu oyoqqa bu. Bu qadoqqa. Qadoqqa. Ya ochki Bu achki qanchadan? 5 ming so'mdan. Buni mana so'ramayapman. Bu necha pul? Bu 40 ming so'm. Bu 40 ming so'm. Jupi. Bu 5 ming. Bu kalso qancha? 10 ming so'mdan bilan. 10 ming so'mdan. Mana 5 ming so'mdan. Bu 5 ming so'm. Bu xo'rozlar qanchadan? 150 ming. 150 ming. Mabodo qayergadir chiqarib bering desa, pochtadan qilib beraverasiz-a? Dastavkamiz bor, dastavkamiz pullik. Ha, o'zi endi yo'l kirasini berib olib qoladi. Bo'lishadi. Ha. Telefon nomerni aytib yuboring-chi. 99lik 99lik 394 394 1225. 1225 aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Namanganda. Yaxshi, bozoringiz bersin tog'a. Boda bu necha pul ekan? 2 million. 2 million. Zo'r, bozoringiz bersin. Makolla necha puldan ekan? 600 ming. 600 ming jupimi? Yaxshi, yaxshi. Imkon darajasida yaxshi ekanlarni video qilishga harakat qilaman. Hurmatli obunachilar, videoga bitta like bosib, kommentariyaga fikr bildirish esdan chiqmasin. Buni egasi sizdanmi aka? Necha pul? 3 million. Yaxshi. Bu necha pul? 1 million. Necha pul ekan aka? Sizdanmi? Davra 10 ming bero. Savdo kuchli bo'layapti ekan. Mana xo'roz, juda bo'ydor, katta xo'rozlar chiqyapti akalar. Yangi ishqibozlar bozordan olsalar ham bo'laveradi, bexijolat. Yaxshi xo'rozlar chiqyapti. Aka necha pul aka? 1 million. 1 million. Yaxshi. Bozoringiz bersin. Necha pul ekan bu? Ha, xo'roz. Xo'roz qancha? Bizdan emas. Egasi yo'q edi. Makolla necha puldan? 170 so'rashadi. 170 mingdanmi? Yo'q, qoran uzr 170. Ha, qorangizni 170 ming o'lchaydi. Yaxshi, bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana kelaverasizlar Namangan Ramaka bozori. Xo'roz bozori juda katta. Xo'p, 14 minutdan ko'p video qo'ya olmayman, sababi kanalimda hali nastroyka qilganim yo'q. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Endi Quyon bozor, keyin oddiy tovuq bozori. Shu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Yangiliklar hali oldinda.